Biologiya fanidan milliy sertifikatni 41, 42, 43 yozma ish savollariga vaqtim yetmayapti, ulgurmayapman deydiganlar diqqatiga. Qaranglar o'rtoqlar, mayda-mayda kamchiliklaringizni to'ldirishingiz kerak. O'zi aslida nima uchun vaqt yetmayapti? Nimaga vaqt ketib qolyapti? Mayda-mayda qila oladigan, oson qilishni biladigan ishlaringizni tezroq yozishni o'rganishingiz kerak. Ha? Masalan, pennet katagini chizishingiz kerak. 64 talik katak. Xo'p, tez chizinglar. Qo'l bilan tez chizish kerak. Juda ko'p abituriyentga ko'ryapman buni. Mana bu biror nima qo'yib chizadi yoki katak bo'ylab chizaman deydi. Ko'p vaqt ketib qoladi. Mana shu joyga e'tibor beringlar. Matematik hisob-kitobni tez bajarishni o'rganinglar, shug'ullaninglar to imtihonlaringizgacha. Tushunarlimi? Keyin biladigan, yozadigan narsalaringizni uni tez yozishga harakat qilinglar. Yoki burchak tuzgunlaringizcha burchak belgini 3-4 talik gap bo'lsa sal qisqartirib yozsanglar ham bo'ladi, yozib yuringlar. Mana shunday kamchilik joylaringni, ya'ni nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan kamchiliklarda bular. Shularni bartaraf qilsanglar, o'z-o'zidan vaqtlaringiz ko'payadi. O'ylashga vaqt qoladi. Tushunarlimi?